Assalamu alaykum tomoshabin do'stlar. Achil ekranimizning 7-soniga xush keldinglar. Sizlar bilan qayta yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Achil ekranimizdan ko'zlar ochilsin, aqllar ochilsin, iqbol manzillar ochilsin. Yaqinqi yillarda Uyg'urlarning xatar va har xil to'sqinlarga qaramay tavakkul qilib Sharqiy Janubiy Osiyo orqali chet elga ketish to'lqini ko'tarilgan edi. Ularning ichida ig'ir oyoq ayollar, yaşanğanlar, hatta ballarmı az emas. Ularning bir qismi bu hicret səfərdə bəxtə qarşı Xitayga qaytarıldı. Bəziləri hatta hayotidan ayrildi. Yana bir qismi ming bir mushkulotlarda Turkiya qatorliq boshqa davlatlarda panohlangan bo'lsa, yana bir qismi taqdiri aniq bo'lmaganlar bo'lsa, 3 yildan buyon musofirlar lagerlarida ta hozirga qadar iztirob chekmoqda. Yaqında Tayland turmusida tutib turilayotgan musofirlar ochliq e'lon qilgan bo'lsa, mahbuslarning Istanbulda yashayotgan ayollari murojaatnoma e'lon qilib, erlarni qutuldirib olish uchun dunyo jamoatini harakatga o'tishga chaqiriq qilgan edi. Bu Uyg'urlarni ig'ir fojiaga duch keldiganligiga qaramay, yurtlarini tashlab Xitoydan qochishga majbur qilgan sabab nima? Hozir Tayland qatorliq davlatlarda qanchalik Uyg'ur musofirlar bor? Ular qandaq mushkulotlarni boshdan kechirmoqda va Tayland saqchilari ularni nima sababdan tutib turyapti? Bugungi kuzatish va analiz sayfimizda Uyg'urlarning Tayland turmalaridan Turkiyaga sog'-salomat kelib yerlashishida muhim xizmatlarni qilib kelayotgan va asosli rol o'ynagan shaxslar bilan maxsus suhbat olib bormoqchimiz. Muxbirimiz Erkin bilan suhbatimizga ishtirok qilgaysizlar. Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Acil televiziya proqramısınınki analiz və küzücü səhifəsiyə xoş gəldinizlər. Mən proqram riyasətçisi Erkin. Həmmimizə məlum ki, 2012 ildən keyinki bolubmu 2013-2014 illərdə Uyğurlarning Sharqiy Janubiy Osiyo orqali chet elga ketish to'lqini ko'tarildi. Albatta, ketish to'lqinining ko'lamini Suriya, Afg'oniston yoki Shimoliy Afrikadagi musofirlardek undaq zo'r ko'lamda bo'lmasimi, ammo bu Uyg'urlarning 1962 yili zo'r ko'lamlik Sovet ittifoqiga ketish to'lqinidan keyingi eng chong musofirlarning ketish harakati deyishga bo'ladi. Qandaq sabab ularni ketishga majbur qildi? Biz bugungi programmamizda bu masalalarni so'zlashamiz. Bugungi programmamizning mehmonlari Turkiyada turishliq Dünya Uyg'ur qurultayining muavin raisi Seyit Tumturk Efendi va Uyg'ur musofirlar faoliyatchisi Abduqodir Tumturk Efendilar. Abduqodir Tumturk Efendi Uyg'ur musofirlar masalasiga shaxsan yaqindan aralashgan shaxslarning biri. Seyit Tumturk Efendi bo'lsa, bu masalani hukumatlararo, xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi munosabatlarda izchil o'tirg'i qo'yib kelgan siyosiy da'vogarlarning biridir. Ular Turkiyadan bugungi suhbatimizga Skype orqali qatnashadi. Abduqodir Efendi, Seyit Efendi, xoş geldiniz programımızga. Rahmet muhbir efendim. Uyg'ur muhojirlarining shunchalik ko'p xatar, mushaqqatlarni tavakkul qilib safarga chiqishining qandaq bir orqa ko'rinishi bor. Albatta bularningki Sharqiy Janubiy Osiyo orqali Turkiyaga, u yerga safar qilishining bir shaxsiy tanlash bo'lishi ehtimolligi bor. Ammo bu yerda bu shaxsiy tanlashga qandaq bir mamlakat ichidagi vaziyat ularni majbur qildi. Bu vatan ichidagi vaziyat bilan bularning bu yo'lni tanlashi o'tirisidagi bir munosabatni qandaq qurishga bo'ladi? Elbette mühim bir sual sordunuz. Aziz yurtumuz Şarkı Türkistan'da Xitay komünistlerinin ahırkı yıllarda Uygur Müslümanlarına bolup mu dini, milli erkinlikki boğan toskunçuluğu, ularınki İslam diniga itiqat qilgan, İslam diniga ergashgan Uygur Müslümanlarının üstüde bolup mu Ramazan'da roza tutuş, ularınki ayollarının hicab, erlerinin sakal, yaş ösmür ballarınınki Kur'an talim terbiyesi degandek, yani namaz okuyduğun bütün muşu ibadet erkinlikinin çeklengenliki bolup mu 2014 yılı Kaşgar vilayetininki Yerken nahiyesinninki İlişku ve Khandi yazılarda netçe manlagan Uygur Müslümanlarınınki Ramazan'da rozu çekleş bu toskundun keyin koçuğu tökülep bunun karta namayiş ilip bağan
bir guna, kolda koral yok. Yalğızlam özününki milli ve dini erkinlikini talep kılgan bir kısım kişilerge ok çıkarıp netçimin Uygurunu bir katliam bilen öldürgenliki bu hemmimizge ayan. Bu 2014 yılını yüz bergen bu facia, bu katliam Şarkı Türkistan'dan Uygurlarınki minglap çıkışıga, ulanınki vatanını taşlap sergandar buluşuga, hicret kılışıga mecburludur. Bunun yanı bir sebep olsa Xitay komünist hakimiyeti bilen Müslüman Uygurlar arasında ismi konmagan, atalmagan bir köreş var. Bu olsa Xitay komünist hakimiyeti Şarkı Türkistan Müslümanlar üstüde bir köreşni oçuk ve aşkari ilan kılırlık. Bunun sebebinin Şarkı Türkistan'da dinsizleştiriş, milli ve dini kimlikiden ulanı mahrum koyuş ve ulanı tez vakitte asimilasiya kılış siyaseti en yukarı derecede icra kılıngandan keyin Şarkı Türkistan'da elbette Uygurlarının ki arasında bu köç kılış, hicret kılış, vatanını taşlap çıkış bu köp sanda Uygurlarının ki kallısı da bir iddiaga aylandı. Hem de bir yerde bir mesele var. Seyit efendim, şunun bir oturlukta gepingizni bölüp kiradigan boldim, kechirasiz. Bir yerde şu mesele var. Bu Uygurlarninki ahvolidan qaragan vaqtimizda, ya'ni musofirlarninki ko'pinchisi ilgari chet elga chiqib boqmagan. Tunji qitim bularning chet elga chiqishi. Bularning ko'p qismining hammasi. Ularninki safarga manganda ular o'zining qaysi davlatga bordiganligini oldin ola ko'ngliga pukib chiqdimi yoki ular chet elga chiqqandan keyin masalan Tailand, Malayziya va shuningga o'xshash Sharqiy Janubiy Osiyo ellariga chiqqandan keyin uning keyindan ular o'zlarining birdan-bir bora oladigan nuqtasining Turkiya ekanligini his qildimi? Albatta bu savolingizga qisqacha javob berib, asas nuqtaliq masala to'g'riliq to'xtalishim kerak. Bu chiqqan qarindoshlarimiz vatandan hicret qilish birinchi arzusi, bularninki albatta nishoni Turkiyaga kelish, lekin Turkiyaga kelish jarayonida bular o'xshashmagan to'salg'uga, o'xshashmagan qiyin qistaq, her xil suistimal, her xil xiyonet ve her xil bulan talan bilan her xil qarın niyetli kişilerinin, guruhlarınki suistimallarga uçradı. Bunu yukarıda yana sözümün devamında ben bunu tefsir edeyim. Bir yerde nime için Uygurlar vatanı taşlap çıkışa mecbur oldu diyen meselede kısaca ben bir neçe cümle veren izah kıldım ama bunun ahir görünüşü de normal İslam'ı yaşavatkan, İslam'ın en tinçlik, en muvafık, en mültüdül yaşalgan bir zemini Şarkı Türkistan. Türk dünyasının, Türkiye milletlerinin mu İslam'a tunji qitim opçu kirgen bir zemin. Sultan Sultan Burakan bile birge Türkiye milletle öz ihtiyarı bilen, öz iradesi bilen İslam dinine kirgen şu tarihten tatip Türk milletleri başta Uygurlarınki yetekçilikide Sultan Sultan Burakan'ınki başlangıçta şularınki rehberlikide İslam dinine öz erkinliği bilen kirgen. Hem de Uygurlarınki Xitay komünistlerinki bu zoravanlık, bu bizim dinsizleştiriş siyaseti maksatlik. Ne maksatlik deyilgende normal İslam'la yaşavatkan, İslam'ınki en tinçlik, en huzurluk bir kısım boğan Şarkı Türkistan Müslümanları maalesef Xitay komünistlerinki dinsizleştiriş siyaseti bilen bulanı Xitay kolu bilen radikallaştırış, bulanı eşeddileştiriş, belki Xitay'ınki digindek bir kısım kişilerini özününki siyaseti, özünün planlarını cari kılış için radikallıkka mecburladı. Bular belki pirsenki toxtamaydigan sanda az bir kısım Uygurlar. Bularının bu dinsizleştiriş siyaseti arkalık elbette Şarkı Türkistan'daki mukimlik bozuldu. Bunun müsebbibi mi? Xitay komünistleri. Ve bu çıkan, hicretke çıkan Uygurlarınki nege bardaganlığı, nege toxtaydiganlığı bu çıkan qarindoshlarımızın erkin iradesi bilen belgelenmedi. Bu hicretke çıkan vatanını taşlap sefer kılgan qarindoshlarımızın bir kısmı, az kısmı özünün iradesi bilen Türkiye'ye keley degen bolsumu, bir kısımlarını böyle bu işten ticaretke aylandırganlar, bu işini siyasi yaki başka cihetten özge kuzurga aylandırganlar, gayi qarı niyetlik guruhlar bunu suistimal kılıp, bunun da Xitay'nın kolu yok degil olmaydı. Xitay'nın planı bilen Uygurlarını
atalmış radikal, atalmış terörist, atalmış El-Qaide, atalmış ISIS degan mushu namliq shuar bilan birga zikr qilish, birga atash va Sharqiy Turkistondagi Xitoy kommunistlarininki qonunsiz bastirish, Uyg'ur xalqini qirib yo'qotish siyosatini meşrulaştırışqa bir asas oturup koygan oldu. Bugün endi bu yerda bir masala va Seyit Efendi bayam siz ta'kidlab o'tdingiz. Bu yerda ikki asosli omilni yig'inchoqlasak, birisi ilishqo yakandagi Xangdi voqeasi, yana birisi Xitoy hukumatining diniy siyosati bu Uyg'urlarning keng ko'lamda sirtqa ketishiga majbur qildi. Uchinchi nuqta, Xitoy hukumati doim da'vatida bu sirtqa qochqanlarning hammasini radikalizmga, diniy asabiylikka bog'lab bularni xalqaro terrorlik harakatlarninki, tashkilotlarninki bir bog'lantısı munosabatiga aloqalantirib bu masalani xalqarada o'zlarining bulog'i bo'lgan bostirishini bir qonuniy asosga o'tirtishga tirishib keldi. Bu masalada bu yerda Uyg'urlar Xitoy hukumati da'vatgan bir diniy radikallik Xitoyning siyosati sababidan Uyg'urlar diniy radikallashtirdimi bir qism Uyg'urlarni yoki bo'lmasa bu Xitoy hukumati da'vatgandek atalmış çetellik terörlük teşkilatlarının teşviqat arkalık bir kısım Uygurlar radikallaştı mı? Bu meselede siz qanday oylaysınız? Yaxshi bir sualni oturup koydunuz. Birincisi, Xitoy bunu planlı halatda icra kılıp atıdı. Bunundaki maksat Uygurlarını xalqarada yetim kaldırış, Uygur milli hareketine, Uygur milli müstakillik hareketine bunu bir terör hareketiga aylandırış ve haqliq davayimizni, qonunluk davayimizni bizning terörist degan atalmış muşu namni bizga çaplaş arkalık, radikal İslami terörist degan muşu atalmış namni biz bilen birge ataş arkalık bizni xalqarada yetim kaldırış, bizninki hareketimizni kanunsuz bir zoravan terör hareketiga çetiş maksatlı Xitoyning oyunu babiyadi. Bu bir. İkincisi, bunun da xalqaradaki bir kısım radikal gruplarının mu Uygurlarınki, ularınki cismani, ularının iqtisadi, ularınki siyasi hareketinden paylanış arkalık özge taraftar jığış ve özünün taraftarlarını küçeytiş arkalık özününki avazını takımı yukarı dereceye götürüş planları ba. Biz şunu değişimiz gerek. Bunun da Xitoy neme için Uygurlarga normal İslam'da yaşavatkan, tinchlikli yaşavatkan Uygurlarını İslam'da çekleş, dini ibadetlerini terör hareketidek bunu kanunga ilip Uygurlarını cezalaş hareketini başladı diyen bu sualına cevap veriş gerek. Bunun da Xitoy bir neçe maksatını kütü desek boludu. Birincisi, Xitoy komünistleri Şarkı Türkistan'da tinchlikni, üyadaki mukimlikni özü planlık halette buzuş arkalık üyada bir topulan çıkarış ve bu topulanda Uygurlarını radikal terörist diyen muşun namı bile kötürep çıkıp Uygurlarını cezalaşka bir asas, bir desmayı izlep bunu taptı. Bu birincisi. İkincisi, bunun da kanda paydalandı. Xitoy komünist hakimiyeti neçe 10 yıl niyakı şirikleşken, rüşvet, pakorluk, suistimal, tarafbazlık, gruhbazlık ve her xil Kompartiyadaki siyasi rekabetini bastırış arkalık özüge bir sunni düşman yaratış gerek idi. Bu kim idi? Bu bolsa Müslüman Uygur halkı, yani Şarkı Türkistan'daki Müslüman Uygur halkını bir teröristke aylandırıp, bir sunni düşmanga aylandırıp Kompartiyaninki birlik ittifaqlığını saklaş, Kompartiya içindeki rekabetini yokutuş, Kompartiyanın içindeki hazırki mevcut diktatörlüğününki ulanınki siyasinin davamlaşının asasını çikleş. Bunun da kısmen muvafık boldu deyimiz çünkü hazır Şarkı Türkistan'daki bu topularını çıkaran Xitoy hakimiyeti bütün Xitoy içindeki akbaratta ve xalqarada mı Uygurlarını terörist dep köstüp özünün içindeki bu sunni düşmanını özgü karşı öktüçü boğan hareketke tonuşturup özününki mukimlikini saklap atırıyor. Yani birisi xalqaraga radikal terörist, radikal İslami terörist diyen bu şuar bilen yani bizning milli hareketimizni, bizning haqliq davayimizni haqsiz bir davaga aylandırış maksatlik. Yani birisi, yani yukarıda mı dep ettim, bizninki bir kısım, az kısım, belki bunu san sıfırga toxtamaydigan ölçemde az bir kısımdaki kırındaşlarımız Xitoyning muşu taktikileriga aldınıp radikallaşkan boğan bozumu bularını körüstüş arkalık bularını Afganistan'daki, Suriye'deki, Irak'taki bir kısım hareketler bilen birle ismini atap durup Şarkı Türkistan'daki 20 milyon, 30 milyon masum, mazlum Uygur halkını terörist, radikal dep her xil cinayetlerini, her xil kanunsuzluklarını
bunu meşrulaştırgılı, bunu kanunlu halatga yetkizgili bir oyanını oynayatıdı. Elbette bunun da Xitay bir taş bilen bir neçe paxtetni soqishni planlayatıdı. Lekin biz bununla karşı turamiz. Kelgen qarindoshlarımızın köp qismi hozir bugun Qayseriyda. Bular Xitayning degindek radikal terörist emas. Men shuni ochiq oshkor deymanki, hiçbir Türkistan'da, hiçbir Uygur Xitay degandek terörist, radikal terörist, İslami terörist degen bu ölçemge düşmeydi. Oylap bakalım. Xitay'dak bir diktatör bugün 1 milyar 300 milyonluk nüfusu bilen dünyanın en çok armiyasiga, en yüksek teknikideki kurallarga ega ve iqtisadi cihetten dünyada bugün birinci, ikinci orunga turgan bir devlet. O işgal kılıngan, asanlık halat düşürüp koygan Şarkı Türkistan'daki yerlik halka olgan Uygurlarını yok kılış siyasetini hiç kanda bir kanunga düşmeydiğen ölçemde bugün Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki insan hak ve hukuku nizam namusu mıkılap halette bizninki seyahat erkinlikimiz, bizninki mağrip erkinlikimiz, bizninki dini erkinlikimiz, bizning hatta ki balık tipiş evlatlarımız bilen neslimizde devamlaştırış bütün erkinlikimiz bugün Xitay'ninki toskunçuluğa, onunki bozgunçuluğa uşawatıdı. Seyit Efendi bir yerde bir mesele var. Mesela Tayland'daki çıkan Uygur misafirlerini gördük, Malaysiya'da gördük, bolup Tayland'da en köp uçurattık. Ularning tatkan dert elemlerini, uçurgan haksızlıklarının emmini gördük, görüp duruvatımız. Ama bir yerde bir mesele var. Nima üçün bular Birleşken Devletler Teşkilatı'na berip iltica kılamadı? Aksinçe özünü biz Türk dep tanıştırdı deslepte. Keyin Uygur bop oturgu çıktı. Rahmet muhbir efendim, yani mühim bir sualını oturup koydunuz. Bizning Şarkı Türkistanlık muhacir kırındaşlarımız burun mu BDT'ge yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ge UNHCR'ga iltimas kılgan. Bular kimler? Bular Nepal'dan kaytırılgan Şireli, Tayland'dan kaytırılgan kırındaşlarımız, Malezya'dan kaytırılgan kırındaşlarımız, Kazakistan'dan kaytırılgan Erşidin, İsrail. Yani şununla okşaş onlarca Uygur muhacir kırındaşlarımız her bir kaçkan devlette tüncü kılan işi BDT'ge iltimas kılıp, UNHCR'ga iltimas kılıp, muhacirler kanunundan paylanış arkalık ulanınki hayatta kılış için panalık dilegen idi. Efsus, bugün Birleşmiş Milletler'ninki UNHCR degen bu mülteciler komiserliği Şarkı Türkistanlıkla meselege düşkegen vaxtıda Şarkı Türkistanlıklarga Birleşmiş Milletler'ninki bu kanunu işlemedi. Xitayning diktatörlüğü, Xitayning zoravanlığı, Xitayning tehdidi Uygurlardan halkıp Birleşmiş Milletler'ni mu kendine çekindirdi. Bugün Birleşmiş Milletler'ninki veto hakkı sahip 5 daimi azasının birisi bolan Xitay, bizning Birleşmiş Milletler dairesinde bütün kanunluk taleplerimizni, bütün müracaatlarimizni, iltimaslarimizni nölge aylandırıp bununla karta tedbir çağrı işletevatıdı. Şunun için şu 2014 yılı Tayland, Malezya arkalık kaçkan, köçmen, muhacir kırındaşlarımızdan birisi mu Birleşmiş Milletler'e iltimas kılınla degen vaktimizde bula bununla makul demedi. Nim için? Aldıda Şireli'ninki yana Erşidin İsrail'nin Malezya'dan kaytırılgan kırındaşlarımızınki hatta Tayland'dan kaytırılgan kırındaşlarımızınki ahvalı körünüp tuğaçka bu bizge bir naçar bir emsal boğaçka hiçbir kırındaşımız Birleşmiş Milletler'e iltimas kılmadı. Bunun müsebbibi yani Xitay komünistleri. Vatanda, Şarkı Türkistan'da cini, kini bir moçangi yaramagan Uygurlar vatandan kıçıp hicret kılıp sırt dünyaya çıkandan keyin Xitay komünistleri özünün rezilliki, özünün diktatörlüğü, kılgan cinayetleri, her xil kanunsuzluğunu paş kırıp koymusun degen ihtiyat bilen, şu endişe bilen milyon dolarla haclap, xuda 2015 yılı Xitay Baş Ministeri Li Keqiang Tayland'a resmi bir ziyaret kılıp bir doğuda Tayland, Malezya, Burma, Vietnam 4 devletke 3 milyar dolar iyane haksız yardım kıldı. Ve 115 kırındışımız 2015 yıl ahırda şu rüşvetini ağandın keyin 21. asırda kuldek Xitay kaytırıldı. Bu halkara kanungu mu kılıp yana 1950 bu Cenevre Sözleşmesi mi o? Cenevre Hitapnamesi mi kılıp? Çünkü Tayland hükümeti Cenevre Hitapnamesi mi o? Bunun mu kol koygan? Şu kol koygan özününki itiraf kılgan kanunlarını mı bunu mu defsendi kılıp maalesef
Tayland 115 Uygur'unu kaytırdı. Bugün o kaytırılgan 115 Uygur kırındaşımızın akıbetinin hiç kanda bir malumat yok. Bu da hayat mı, ölük mü bunu bilmeyimiz. Demek Uygurlar BDT'ye işlenmeye kaldı bir yerde. Bir yerde şu mesele var. Uygurlar hiç kimge işlenmeydi. Uygurların Allah'tan başka işine dıgan hiç kanda bir tayançıkı yok. Tayland'daki bu musafirlar öz vaxtıda yana Türkiye bilen Tayland, Türkiye bilen Xitay oturusida bir diplomatlik sürkilishga sabab bo'lgandi. Endi Türkiye öz vaxtıda eğer şu Tayland hükümeti bizga bäsila bu Uygurlarning hammani biz qabul qilamiz deydigan bir pozitsiyani aniq ifodalagan. Keyingi ahvollarda qanday bo'ldi? Hozirgi pozitsiya Turkiyaninki bu masaladagi hozirgi pozitsiyasida bir o'zgarish bormi? Ya'ni ular yanala buni davomli ilishga tayyormi? Rahmet sizge. Siz mi yukarıda deb ettiniz muhbir efendim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti evvel Allah andın kalsa bütün mazlumlarga bulup mu Şarkı Türkistan Uygurlarga nispeten kang bir himaye bilen hakikaten muhacirge ensarlık yusunu da bizge ilgi çıktı. 2014 yılı 10 minge yakın Uygur muhacirini Türkiye'ye kabul kıldı. Bulanınki Türkiye'ye kiliş ceryanı biz hürmetli Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu Katarlık Türkiye'deki siyasi rehberler bilen ne çıktım uçraştık Malezya'da mı? Bu da hem Malezya Başministeri Necip Abdurazak bilen köreşti. Biz bu işte taraf olduk. Birine çıktım Malezya, birine çıktım Tayland'a. Ben ve inim Seyyid Abdülkadir ziyaretli bulduk. Bu ziyaretlerimiz hürmetli Rabia Kadir Hanım'ınki teklifi ve yol yoruku bilen buldu. Biz elbette bu ziyaretlerimizin neticesi de 10 minge yakın kırındaşımızı Türkiye'ye geldik. Bulardan hazır 2 minge yakınını Kayseri'ye orunlaştırdık. Bu kırındaşlarımızınki Kayseri'ye gelip Kayseri'deki bütün makan, öy, buların yemek, içmeklik bütün ihtiyaçları karşılığını vatıdı. Haksız, hiç kanda bir hak talep kılmay. Bu kırındaşlarımız mihman bulavatıdı. Bu olsa evvel Allah anlık kas Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ninki köz karışı ve himayesi veren. Yani bu hazır Malezya'da, Tayland'da bir kısım Uygur kırındaşlarımız var. Tayland'da hazır 70 tek Uygur kırındaşımız Turmu'da, Solak'ta. Bulanın meselesini ben 4 ay burun Başminister Ahmet Davutoğlu, Taşkı İşler Ministeri bu rehberler bilen köreştim. Bu rehberlerin bizge bergen cevabı biz bulanı Türkiye'ye ekiliş için teşebbüslerimiz devamlaşıvatıdı. Hatırcan bulanla eğer yana bir topulan çıkması ki bizden Türkiye'ye ekiliş meselesi de hiç kanda bir özgürlük yok. Bizden irademiz inik. Eğer Tayland hükümeti bizge berse ulanımı ekilip Türkiye'ye ordunlaştırmamız diyen cevabını bizge kayıtladı. Bu hakta biz inşallah yana her bir fırsatta Türkiye rehberleri bile görüşevatımız hem de siz gibi malum Türkiye'de bu harbi halet ve bir yerde çıkan toplan Türkiye'de biraz İgizpes koydu inşallah bu mu onşuludu. Biz yana bu kırındaşlarımızın Türkiye ekiliş için teşebbüste bulunuz. Nayet köp rahmet sizge Seyit Efendi. Rahmet. Salamet bolun. Rahmet sizge. Açıl ekranımızın əmdiki səhifəsini ali məktəblərə kiriş aldıb durğan və oxuş bitirib xizmət tanlaş aldıb durğan yaş əvlatlarga təqdim etməkçimiz. Bu payt yaş əvlatlar üçün kəlgüsü təqdirini, bundan keyinki kəsbi həyatını belgiləydiğən intayın mühim bir tanlaş basqıcı. Amerika paytaxtı Washington və onun ətrafında yaşaydigan Uyğur topluğu bir qədər zich o'ltiraqlashgan rayon hesablandı. Bu rayondagi Uyğur yaşları və ularning ata-analarga kasb və məktəb tanlash, farzandlarni qandaq yetaklash haqida maslahat berish yuzasidan bir qism yuqori texnikalik kasb egalari hamda Harvardga o'xshash eng nopuzliq oliy bilim yurtlarida ilm tahsil qilib, Amerika shundaqla Uyghur jamiyatiga belgilik to'kib qo'shayotgan Uyghur doktor olimlar yumshoq detal va Uyg'urlarning Harvard tushi temasida leksiya berish faoliyati uyushtirdi. Dostum, belki bu qimmatli tavsiyalar sizning to'g'ri tanlashingiz uchunmi foydasi bo'lib qolar. Muxbirimiz Azizning aparatiga ergishib, bu ilmiy so'ringa sizni boshlab bormoqchimiz.
Türlük səbəblərdən görə vətəndən ayrılıb chet ellərə çıxıyotqan Uyğurlarning sonining eşmingisiga ergishib, har qaysi ellərdəki Uyğur topluluqlarının sanımı barğansırı zorayotqanlığı hazır kişilər üçün sir emas albatta. Şu qatarda Amerikadagi Uyğur cəmiyyətimi hazır chet ellərdəki Uyğur topluluqları içində alohida ko'zga chaliqadigan bir ijtimoiy gavdaga aylanmoqda. Halbuki hazır Amerika ve başka joylardagi Uyghur topluluklarına mensup ikinci avlod bo'lganlarning oldi oliy maktablarni bitirgan bo'lsa, yana nurg'unlarning uzoq bo'lmagan kelgusida oliy maktablarga mangdiganligi hamda texmi ko'plagan sondagi bolalarning bu safga qo'shilishi mo'ljallanmoqda. Buningga yondashibla o'tirg'a chiqadigan masalalarning biri chet ellardagi Uyghur farzandlarining kelgusida qandoq oliy maktabda o'qish, qaysi kasblar bo'yicha ilm tahsil qilish, yana kelib dunyoning oldingi saviyasiga vakillik qilayotgan maktablarga qabul qilinishi uchun qanday tayyorlikda bo'lishi lozimligi qatorliq masalalarning hammala ota-onalarga oydin bo'lmasligidir. Virginia va uning qo'shni rayonlardagi Uyg'ur ota-onalarga hamda Uyg'ur o'smirlariga mushu haqda dastlabki qadamda tushuncha berish maqsadida Amerikadagi Uyg'ur ma'rif fondi jamiyati 30-iyul kuni kompyuter texnikasi, yumshoq detal va Uyg'urlarning Harvard tushi temasida leksiya berish faoliyati uyushtirdi. Virginia shtatidagi Fairfax ommaviy kutubxonasining yig'in zalida o'tkazilgan bu leksiyani tashkillovchilarning biri Amerikaga eng dastlab kelgan Uyg'ur ziyolilaridan Tug'luq Abdurazzoq oldi bilan so'z oldi. U so'zida o'zining Amerikada yashash va xizmat qilish kechirmishlariga birlashtirgan holda Amerikadagi Uyg'ur to'pliqining hozirgi real ahvoli haqida qisqacha tushuncha berish bilan birga ota-onalarning bolalarning kelgusini loyihalashda muhim rol o'ynaydiganligini alohida ta'kidladi. Oldindan shu işimizde yani Uyghur cemaatinin bu bir şeyde karab bir şeye şenlikin vaktinden çıkırarak kergin vakta mutlaka vakit Amerikadagi Uyg'urlarimiz soni eshitmayotgan ahvolda mushunday bir faoliyatninki sizningcha bir qanday ahamiyati bor deb o'ylaysiz? Endi albatta buningki muayyati hamda buningki foydasi to'g'riliq men bu yerda so'zlab yurmay deyman, chunki buning muhimligi uchun hammadan oydinmiz. Mesela bugün şahsen men etkan çağda men müşahede Amerika'da gerçi 28 yaşargan bolsam müşahede 3 sözlüğüçünün sözlügen nutqlarını anlap men özüm vay yeni bir qitim muşunu yeni bir qitim anglayıcı degan şunda neme keldim de. Bizdeki şu yaşlarning mushundaq bir faoliyat so'rovlari qatnashib berishining bir real ahamiyati bor deb o'ylamsiz? Albatta real ahamiyati bo'ldi. Hamda bu yerda-chu hamda men yana bir narsani qistirib qo'yay, bu yoshlarning bunday yerlarga to'liq kelmaganning-chu bu ulardanmi ko'maslik kerak. Buning-chu yana shu tashkil qiluvchilar, yana shu o'zimizdanmi cho'ntirish kerak. Bo'libmi bizning shu ziyoli kuchlarimiz-chu men abay deb o'tdim. Amerikada doktorlik unvonini ep bo'lgan Uyg'urlardan-chu 50 dan oshdi. Meningki statistik ma'lumotim bo'yicha magistrlik deyip bo'lgan Uyg'urlardan 300 dan ortiq bor. Gerçi bizning Uyg'ur jamoati o'zi to'minga bormagan bo'lsa-mu, o'ylab boqaylar persenti nayt yuqor. Menda mushu mana 200 ga yaqin mushu olimlarimiz, mutaxassislarimiz hammasi agar mushtahiylarga kelib o'zining bilimlarini, o'zining shu o'tgan tajribalarini mushu bayan sözlep tutsa, bayan tutsa endiki yaşlarını celip kılalayınız. Bunu ulardan görmeslik gerek, özümüzden görüşümüz gerek. Ben şahsen bununki ma'lum cihetken özümden görme. Çünkü gerçi özüm ma'lum cihetten kılan bulsam mı bu işlerga. Lekin şu toluk, şu hakikaten şu cihetlerden bekerek zihnimde sındırdım mı yok, onu ben bilmeyim. Çünkü onun için yine tirişime bunun için. Bu qatimqi leksiyaga taklif qilingan mutaxassislarning biri Anvar Muhammad bo'lib, u yig'in ishtirokchilariga oddiy va tushunishli shaklda hozirgi zamon kompyuter ilmining umumiy yuzlanishi hamda hozirgi eng bozorliq yangiliklar haqida umumiy ma'lumot berdi. Uning kompyuter texnikasi bilan zamonaviy hayotning qaysi darajada chambarchas yo'g'rilib ketganligi haqidagi amaliy bayonlari, shundaqla buningga mos holda berilgan jonliq misollar yig'in qatnashuvchilarini o'ziga mahliyo qildi. Siz o'zingiz shu bolalarning hozirgi shu bo'lib oliy maktabda o'qish yoshiga yetgan Uyg'ur bolalarining kompyuter kasbida o'qish masalasiga men bu kasbning kelgusidagi istiqboliga siz o'zingiz masalan bu vaqtda bir siz o'zingiz qanday o'ylaysiz? Rahmat. Hech kim kelgusini ko'rmaydi, shunaqmi? Şu kelgusini hamda rost degandek uzun 10-20 yillardan keyin qanday bo'ldi, men uni uqmayman. Ammo hozirgi ahvol qaraganda kompyuter hamda hamma sohalarda ehtiyojli bo'lyapti deb o'ylayman. Shunga albatta kompyuter science o'qisa bo'libmi
ben bayam deb o'tgandek muqim narsalarni xuddi bir mashinaga nisbatan mashina haydashni emas mashinaning motorini laylashni degandek kompyuterning mashinaga yalir bor o'rgansa u uzoq yillarcha bir muqim kirimi yaxshi xizmatlar bo'lyotdi albatta biz men kompyuterlar demadim bayam STEM masalan engineering shunaqmi barliq engineering kasblarining hammasi nəhayət ehtiyaclıq həm yaxşı matematika, fizika, ximiya baya başqalar misal elib ötdi. Burun maşınlar benzin bilan bağlı hazır bütün IT bo'lib ketdi deb. Albatta IT bo'lib ketdi, IT-ға taynib qalmaydı. Ximiyaning taraqqiy qilmagan bo'lsa, batareya ashunaq yaxshilanmagan bo'lsa, u mashina hargizmi burunqi benzin mashinada hozir Teslaga o'zgarmagan bo'ladi. Shunga bir IT emas, uning yana boshqa nurg'un biz degandek fizika, ximiya, matematika, müştiyat, injenerlik jihatlar ilgirlashlar Moşu taraqqiyotlarni elib kelyotdi. Shunga ota-onalar tanlasa, boya biz degandek bo'lsa, injeneringning hamma kasblari shunday yaxshi, ehtiyojli. Computer science deymiz, matematika, fizika, ximiya qatorli kasblar tanlasa, haqiqatan bu uzoqcha bu. Agar ashdan qiziqqanlar bo'lsa, albatta hamma o'zining qiziqishini qilish kerak. Haqiqatan bir kasbga nayt qiziqqan bo'lsa, biz albatta farzandlarimiz buni to'smasligimiz kerak. Muzikantlar, yozuvchilar biz hamma faylasuflarga albatta biz ehtiyojli. Faqat men o'zimning turmush tajribamga qarab, computer science bo'libmi qizlar nayt ehtiyojli hozir. O'rgansa, hakiki xizmat tepishi asaroq bo'lamdiki deb o'ylab qo'yashdik degan. Arqadan so'zga chiqqan Quzat Altay Amerikadagi ko'p qism Uyg'urlarga yosh korxonachi sifatida to'nilayotgan Uyg'ur yoshlarining biri. U o'zining BDT yo'li qo'yib kelayotgan qochqinlarni himoya qilish tadbirlarining saxovatida Amerikaga kelishga muyassar bo'la olgan talaylik Uyg'urlarning biri bo'lib qolganligini ta'kidladi. Amerikadagi ko'p qism muhojirlarga o'xshash, u o'zining dastlabki kunlarini jismoniy emgak qilish bilan qamdigan. Pochta yo'llanmalari toshish xizmati bilan bir mezgil mashg'ul bo'lgan. Gerçi Amerikaga kelgandan keyin o'ziga oliy maktablarga o'rlab o'qish fursati nasib bo'lmagan bo'lsa-mu, Quzat Amerikaning ko'p xil fursatlarga to'yingan jamiyat qurilmasining o'ziga yangicha hayotlik yo'li ato qilganligini bayon qildi. U o'zining amaliyoti orqali Amerikada oliy maktabda o'qimagan odamga bir umr jismoniy emgak qilishdan boshqa yo'l yo'q deydigan bir taraflama qarashni ag'dirib tashlagan. Amerikaga yangi kelganda inglizchadan savodsiz bo'lgan Quzat tezdan til o'rganishni boshlagan. Andin jismoniy emgak bilan mashg'ul bo'lgan. Keyincha kompyuter bilimlari bo'yicha tarbiyalash markazlarida bir necha oylik o'qishga qatnashish jarayonida o'z oldiga kompyuter sinfi etishning zo'r istiqboli borligini bayqab, darhol o'zining yangi korxonasini qurib chiqqan. Uning qarashicha oliy maktabda o'qish eng oqilona tanlash hisoblanadi ekan. Ammo hayotdagi har xil sabablardan Amerikada oliy maktabda o'qish fursatiga erishamagan Uyg'urlarmi tirishchanlik ko'rsatsalar, Amerikada o'ziga yarasha aqliy emgak bilan shug'ullanish imkoniyatiga erisha oladi ekan. Hamda mendan so'rasangiz, biz Amerikaga kelamiz, masalan, nurg'un qarindoshlarimiz bor, balki Yevropadagi qarindoshlarimizni ko'rish mumkin. Norvegiyaga bordim, Angliyaga bordim, Germaniyaga bordim. Biz vatandan chiqqandan keyin, masalan, vatandagi xalqlar o ne yaşayotsa, Amerika'da, o Amerika'da yaşaydı ki, nima degan yaxshi davlat, bularning hamda ko'chada xuddi biz pulni supurib olgandek o'ylaydi-da hamda. Lekin bular uqmaydi, bizning yoshlarimiz kelgandan keyin bu yerda ba'zilarimiz hamda gapning satini qilgan vaqtida o'birni tozalaymiz, ba'zilarimiz pizza delivery qilamiz, bu yerda nurg'un hamda xalqlar yaratmaydigan ishlarni qilamiz-da. Ammo biz agar ichimizda bir dardimiz bo'lmasa, men Amerikaga shunchalik bir yerdan kelibman. Amerikada hech kim meni tuta olmaydi. Agar men bir ishni muvaffaqiyat qazanmoqchi bo'lsam bir ishda, meni Barack Obamani tuta olmaydi degan bir ko'z qarash bo'lishi kerak birinchi. Insonda dardi bo'lishi kerak. Dardim kech uxlagan vaqtingizda, shu sizni o'yg'oq tutsa dardingiz, men Amerikaga men o'birni toza qilganmidim, men bu yerga pizza delivery qilganmidim, men bu yerga hammollik qilgan, madikorlik qilganmidim, men bu yerga hayotimni o'zgartirish uchun keldim degan bir önce bir boshda bir niyat bo'lishi kerak. Bu niyat bir. Ikkinchisi, Amerikaga kelgandan keyin yoki boshqa davlatlarga borgandan keyin bizning shu so'raydigan, masala so'raydigan bir mo'cha odamlarimiz bo'ldi-da. Masalan, men sizga bir desam, o'tgan yil bir Uyg'ur oila kelgan. Bu Uyg'ur oilaga kelgandan keyin hammasi voy bu yerda yashash bak tas, andaq, mandaq, bankadan nima olmaysa, chunki sen turist viza bilan kelibsan. Bankadan akkaunt ocholmaysa. Ikkinchisi, balang maktabda o'qiy olmaydi. Uchinchisi, sen hech nima qilolmaysa, uyim ololmaysa deb u odam bechoradan xalqning basementida yashab, ashunda bechora o'tdi-da. Men dedim, Bank of America bu siz so'rayotgan tudaqundan emas-ku, beri Bank of America'ning o'zini so'rayli. Bank akkaunt ocha olamsiz. Ba'doq ochdi akkauntini. Ondan keyin balangni o'qitanmaysa deganda bu Fairfax County Public School bu tudaqunning maktabi bo'lmagandan keyin Fairfax County Public School'niki shu bordiq berib so'rayli. So'rdik, bir ondan o'qiyotdi bolasi. Hamda bu yerga kelgandan keyin Uyg'ur balaninki beshig'i keldigan birinchi nachar ish nima desa, shu masala so'raydigan vaqtida xato odamdan so'raydi-da. Bir odam o'zi qurilish ishlayotgan bo'lsa, yoki tozaliqchilik ishlayotgan bo'lsa,
Mesela ularni kamsitibdimi degan yerim emas. Ulardan sorması kerak onu. Bildiğin adamın özüge verip doğru mesele soraş gerek. Hammadan onu qilolmaysan, mana qilolmaysa, oyat qilsan bir Amerikaga kelgandan keyin sening birindirin qiladigan ishing pizadalar qiladigan ish, boshqa ishni qilolmaysan degandan keyin ha qarasa bütün bizning Uyg'urlarning %80-90% mushunda ishlarni qilayotgan, men mushunda o'tib ketadigan şeyma deb xato yo'l kirib qoldi. Amaliyot unda emas. Agar men ashni o'zimning xalqidan ben bahri olsam, ular deb bersem, miyada bunda qisqa yo'llar bor, pul topiladigan, miyada bunda yaxshi maktablar bor o'qiydigan. Sizning bu yerga kelib japa tatishingizning hojati yo'q deb ben bütün 7 yildan oyog'iga 10 yildan oyog'iga tatgan japarimninki bütün yakunini men ashlar deb bersam, ular men tatgan japani tatmay turibmi, qisqa muddat ichida Amerikada muvaffaqiyat qozonoladi deb o'ylayman. Shunga paranglashadigan insonlarninki bularning maslahat so'raydigan insonni to'g'ri insondan maslahat so'rash kerak. Til jihatga o'tgandan o'tishiga yoshlarning siz ularga bir qanday maslahatlarni berishni muvaffaq o'ylaysiz? Til nayt muhim bir masala. Masalan, men Amerikaga kelgan vaqtimda ABC 1 2 3 yes or no. Onu bildigan narsam mushti. Andan keyin men maktabga o'qiydiganga pulim yetmagan boshqa ayni vaqtda nayt namrat bir vaziyatga keldim Amerikaga. Fairfax County Adult Community Public School deb hukumatdan mushu bizningki yerlik hukumatdan meni avatdim da shega. Chunki men refugee bo'lib kelganda Amerikaga. Avatgandan keyin u yerda mening bir ma'lumim bordi. More English, more money, more English, more money deb ayni vaqtda men eng loziq narsa pul bo'lg'achqa, men uyimning kirasini to'lamay, balamga ustalanmay, qilgan vaqtim bo'lg'achqa, men agar Amerikada muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsam, eng az Amerikaliklarda ingliz so'z yozishim kerak deydigan bir boshda menda bir ideya yoki bir g'oya shakllandi-da. Undan keyin shu bu amaliyotda sizning qimmat maktabga berib o'qitmasligingiz bilan munosabatli bir narsa emas. Bu birinchisi hamma narsa o'zingizning irodasi bilan, niyatingiz bilan yurakda boshlaydi. Agar yurakda sizning bir narsani o'rganma yoki bir narsani qilma deydigan yurakda o'tin bo'lsa, o vaqtda siz Harvard qilsangizmi, MIT qilsangizmi, u yerda ingliz o'rganolmaysiz. Shunga mening qilgan ishlarim ham masalan men o'zim rekord qildim, ayni vaqtda bir qo'lda bir kompyuterim bor edi. Ashning bilan masalan birinchi oy maktabga olgandan keyin bir 200 videoni rekord qilganimni o'zim bilmayman. Bunda o'qib bo'lgandan keyin bir narsani rekord qilib, masalan radiolarni anglab, maqolalarni print qilib chiqarib, ashni o'qib, andan keyin o'zimning videosini takrar anglab, qaysi narsani intonation, pronunciation xato o'qidim, narini yaxshi o'qiyolmadim. Qayt rekord qilib 5-600 rekord shu videorim borda meniki o'zimniki. Men ashda o'rgandim. Endi hayotim til o'rganishdan o'tdi desam bo'ldi. Mening tajribam shu. Tilni kichik bolalarga o'rganish kerak. Masalan, kichik bolalar, masalan, mening bolam Ansar 7 yosh, 6 yosh kirdi. Onunga biz qo'pib, kelgusi zaman, hozirgi zaman, burungi zaman, o'tgan zaman, zamonlarni, grammatikani kirishib qolib, uning vaqt sarf qilmaymiz. Kichik bola degan, animo, ana qanday, mana qanday normal hayot o'rganimizda. Shunga masalan, bizning bolalarga grammatikaga islanmay, kitobni yatlab o'rganmay, chiqib bilan qo'rqmay paranglashib haqlar bilan odamga xiyak berib, gaqilib o'rganish kerak deb o'ylayman. Bak grammatikaga islanmay o'rganaversin. Bak qallisi bak complicated ish emas, bak murakkab ish emas bu. Berib bilan normal hayotda ishlatgan tillarni ishlatib, bulubmi jiq masalan ishda yaxshi o'rganadi. Qancha qaraq yaqsa, qancha jiq yaqsa, qancha jiq o'zini rekord qilsa, qancha jiq kitob o'qisa, shunchalik yaxshi o'rganadi tilni. Oxirida doklad bergan Qari Barat Amerikadagi eng dongliq oliy maktablardan bo'lgan Harvard universitetida tunji bo'lib doktorlikda o'qigan Uyg'ur ziyolisi hisoblandi. U oldi bilan Harvard universiteti haqida qisqacha tushuncha berish bilan birga Harvardda o'qishning Uyg'urlar uchunmi tamoman mumkinligini ta'kidladi. Uning qarashicha, Harvarddek dongliq maktablarda o'qishning eng muhim sharti yolg'iz a'lo natijalar emas ekan. Aksicha a'lo natija elish bilan birga shu o'quvchi jazman ko'p taraflama bilimlardan xabardor bo'lishi hamda ma'lum ijodkorlikqa ega bo'lish lozim ekan. Ko'p xil til bilish, jumladan o'zining ona tili bo'lgan Uyg'ur tilini yaxshi bilish bo'lsa, Uyg'ur o'quvchilar Harvarddek dongliq maktablarga o'qish iltimosi sunaganda tilga elishga arziydigan bir ortiqchilik hisoblanadi ekan. Bu asosiy shartlarni hozirlash uchun bolalarda kichikdan muntazam kitob o'qish odatini yetildirish intayin muhim ekan. Doktor Qari Baratning qarashicha, bolalarda kichikdan kitob o'qish odatini yetildirishda kitoblarni qora qo'yiq o'qishni emas, balki bolalarning aqlini ochadigan, tafakkurni olg'a suradigan, shundaqla bolalarning adabiy yiziqchilik qobiliyatini o'stira oladigan asarlarni tanlab o'qish muhim ekan. Yig'in oralig'ida doktor Qari Barat ziyoratimizni qabul qilib, ba'zi savollarimizga javob berdi. Shaxsan sizningcha shu Harvarddek shu dongliq maktablar shu Amerikaga yangi ko'chib kelgan Uyg'urlardan qanchalik bir uzoqda deb o'ylaysiz?
Bence oncalar uzak emas. Bu yerda u tasmi ishmi emas. Ta bugunga qadar Uyg'urlardan Harvardga kirganlardan bir doktor chiqdi, 2 magistr chiqdi, onunki bir undergraduate chiqdi. Bularning tajribalaridan qaragan chaqda biz Harvardga kirishninki boshqalar o'ylagandek unchalik tas nas emasligini ko'rdik. Bugungi dokladimmi nurg'un otalar ilhom oldi va buning yo'lining qandaqligini bildi. Harvardda eng oldi bilan shu o'zininki kasbda qaysi kasbda nima bo'lsa shuningda cho'qim so'yish kerak, yaxshi ko'rish kerak. Ham Harvard kirishda agar yosh bolalar bo'lsa, Amerika tug'ilgan bolalar bo'lsa, Harvardning universitetiga kirishga tayyorlik qiladi. Lekin keyin kelgan yoshlarimiz va universitetiga kirib bo'lgan mundaqlar uningga magistrlik o'qiydigan va hatto doktorlik o'qiydigan imkoniyatlar yana bor. Shuning uchun Harvardning ishiga har qanday yoshdagi odamlarga, Uyg'urlarga ochiq. Mazkur leksiya qizg'in muhokama va savol so'rashlar ichida ko'ngillik oxirlashdi. Erkin Asiya radiomiz to'r televiziyasida ochil sayfisini yo'l qo'ygandan buyon dunyoning har qaysi joylaridagi yosh ishtirokchilarmi ko'paymoqda. Ekranimizga diqqat berayotgan har bir jup ko'zlarga tashakkurimizni bildiramiz. Oxirda sayfimizning ixlosmandlarning talbiga yaqinlashish uchun kuch qo'shishinglarni ma'lumot va uchurlar bilan, fikrlar bilan ta'min etishinglarni so'raymiz. Sizning ko'zingiz ochildi bo'lsa, ochilning ham ko'zi, qulig'i diqqat sizda. Unutmang, ochil sizning, bizning, shundaqla hammamizning. Xayr xo'sh, sizlarni ochil ekranimizning yangi sonida kutaman. Yarey, yor buldum yo'li bilan ochil. Yarey, yor buldum yo'li bilan ochil. Oynasan düzük oyna açil.